Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Darsimiz davomida mana bu tug'ilgan bolaning 36 oygacha qanday tartibda o'zgarib borishini ko'rib o'tamiz. Ya'ni aynan o'g'il bolaning yosh va bo'yi va yoshiga ko'ra vazn ko'rsatkichlari qanday tartibda o'zgarib boradi, mana shu holatni ko'ramiz. Albatta bolaning o'sishi biz uchun muhim, chunki u ma'lum bir bo'y uzunligiga ega bo'lishi kerak ma'lum bir yoshda. Agarda undagi yoshiga ko'ra vaznda yoki bo'yda, ya'ni bo'y uzunligida qandaydir muammo tug'iladigan bo'lsa, biz mana shu jadval orqali darhol bilib olishimiz mumkin. Bu jadvalda vazniga ko'ra va yoshiga ko'ra, albatta bu yerda oy keltirilgan, ya'ni yillar emas, oylar keltirilgan. 36 oygacha o'zgarish bor va vazndan tashqari yana uzunlik ham bor. Demak, yuqoridagi mana bu chiziqlarni ko'rib turibsiz. Mana shu chiziqlar orqali biz o'rtacha va eng quyi chegara va eng yuqori chegarani aniqlab olishimiz mumkin va bola qay tartibda o'zgarib borishini, demak, mana shu jadval orqali baholab boramiz. Umuman o'sish bu nima? Demak, bola tug'ildi, ma'lum bir o'lchamda tug'iladi albatta va u yoshga mos tartibda birin-ketin sekin astalik bilan uning bo'yiga, demak, santimetrlar qo'shilib boradi. Bunda nima rol o'ynaydi? Asosiy narsa bunda albatta genetika. Demak, yozib olamiz. Genetika deb, ya'ni uning ota-onasining bo'y uzunligi mana shu yerda, demak, birinchi o'ringa chiqadi. Aytaylik, bola aytishingiz mumkin, ya'ni bir bola tug'ildi, lekin u ota-onasiga nisbatan mutlaqo boshqacha, ya'ni ota-onasi kichik o'lchamga ega bo'y uzunligi, lekin bola tug'ilganida bo'y uzunligi albatta yuqori bo'lishi mumkin. Lekin bunga asosiy sabab nima deganimizda, demak, bu genetika emas, ya'ni bola ma'lum bir yoshgacha unda genetik ko'rsatkich namoyon bo'lmaydi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bolaning homiladorlik paytida uning onasi qay holatda bo'lgan, agarda onasi homiladorlikka tayyor bo'lmagan va kerakli vitaminlarni qabul qilmagan, kerakli homiladorlik davrini muntazam yaxshi tartibda o'tkazmagan deylik va bola nimjon va kichik tug'ilgan. Mana bu yerda diqqat qarating, vazn, demak, kilogrammda aks ettiradigan bo'lsak, mana bu eng kichik, ya'ni minimal vazn bilan bola tug'ildi va bo'y uzunligi ham xuddi shunday minimal o'lchamda bola tug'ildi. Albatta ota-onasida yuqori bo'y uzunligi bo'lishi mumkin, lekin bolaning tug'ilishida albatta homiladorlik davri asosiy rol o'ynaydi. Yoki boshqa bir holat, ya'ni ona aksincha bo'y uzunligi kichik, otaning ham bo'y uzunligi kichik, lekin bola yirikroq tug'ilishi mumkin. Ya'ni mana bu yuqori ko'rsatkichlarni belgilab olishimiz mumkin. Mana shu paytda bolaning vazniga asosiy sabab bo'lishi mumkin onadagi ma'lum bir patologik holat. Aytaylik, qandli diabetga chalingan va u diyetaga amal qilmagan va unda qonda glyukozaning miqdori yuqori bo'lib yurganligi uchun bola mana shunday yirik tug'ilgan. Lekin tug'ilgandan keyin mana bu genetikaning yuzaga chiqishi uchun bola qay tartibda o'sib borishi kerak? Mana shu chiziqqa mos tartibda yuqoriga qarab o'sib boraveradi. Diqqat qarating, demak, mana shu chiziq bo'ylab o'zgaradi. Agarda bola yirik vaznda tug'ilgan, lekin ota-onasi kichik o'lchamda bo'lsa, uning bo'y uzunligi mana bu yerga kelganda, ya'ni 1 yoshdan toki 2,5 yoshgacha, aniqrog'i tug'ilganidan toki 2,5 yoshgacha bu yerda sekin astalik bilan bu o'zining holatiga tushib oladi. Ya'ni asl ko'rsatkichiga qayta oladi va shundan so'ng unda endi haqiqiy o'sha genetikasiga mos bo'lgan bo'y uzunligi sekin astalik bilan shakllanib boradi. Endi mana shu yerda genetika asosiy rol o'ynayapti. Ikkinchi yana bir holat bor. Bu yerda gormonlar miqdori. Ya'ni boladagi o'sish gormoni va qalqonsimon bez gormonlari. Ularning miqdori, demak, normal ko'rsatkichda bo'lishi kerak, chunki ular bo'y uzunligiga asosiy ta'sir qiluvchi gormonlar hisoblanadi. Va shuningdek, oziqlanish yoki ovqatlanish deylik. Demak, bolaning ovqatlanishi ham mana shu yerda asosiy rol o'ynaydi. Ya'ni bola tug'ildi ma'lum bir o'lchamda, lekin uning ovqatlanish tartibi o'zgartirildi. Bolaga ko'proq miqdorda ovqat berildi. Ya'ni ovqatlanishni keling mana bu yerda yuqori ko'rsatkichda deb baholaymiz va bu yerda nima yuzaga keladi? Akseleratsiya yuzaga keladi, demak. Yozib olamiz. Akseleratsiya bu, demak, bola erta balog'atga yeta boshlaydi va bo'y uzunligi ham balog'atga yetish davridan avval
demak bo'y ma'lum bir o'lchamga ega bo'lib oladi, ya'ni bo'yi vaqtliroq o'sishni boshlaydi. Bu albatta uning ovqatlanish tartibi bilan bog'liq hisoblanadi. Va shuningdek yana nima ta'sir ko'rsatadi? Albatta ijtimoiy holat. Keling mana shu yerda ijtimoiy omil deylik. Ijtimoiy omil ham bolaning bo'y uzunligiga ta'sir ko'rsatadi. Agarda bola mehribon oilada ulg'aysa, ya'ni uning ota-onasi bolaga nisbatan mehribon va har doim unga ijtimoiy himoya, ijtimoiy ko'mak berib borilyapti va bola mana shu paytda demak o'sish holatini yaxshi ko'rsatishlarda namoyon qiladi. Aytaylik, buning aksi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bola oilada o'z o'rniga ega emas, bola qarovsiz qolyapti, ijtimoiy unga ko'mak berilmayapti, lekin qorni to'q. Mana shu paytda demak bolada qandaydir bo'y o'sish bilan muammolar bo'lishi mumkin va o'zining asl holatiga chiqa olmasligi mumkin bola toki 36 oygacha. Demak biz nimadan qo'rqishimiz kerak? Ya'ni bola o'smaganda deylik, nimadan qo'rqishimiz kerak? Keling mana bu yerda yozib olamiz. Demak, nimadan qo'rqamiz? Nimadan qo'rqamiz deb yozib olamiz. Agarda bola mana shu 36 oydan keyin ham o'z bo'yida va vaznida o'zgarish yetarlicha bo'lmasa, ya'ni u toki 3 yoshdan toki balog'atgacha, demak balog'atgacha deylik. Balog'atgacha kerakli 5 santimetrdan yiliga o'smasa, demak yiliga 5 santimetrdan o'sib bormasa, demak qandaydir holatlar yuzaga kelyapti. Bolaning bo'y o'sishida nima muammo bor? Ya'ni bola bo'yi qancha va qanchaga o'zgaryapti va biz qachondan boshlab bu haqda xavotir olishimiz kerak? Demak, 3 yoshdan so'ng albatta mana shu yerda balog'atgacha bola 5 santimetrdan o'sib borishi kerak. Biz asosan mana shu holatga diqqat qaratishimiz kerak. Lekin bu yerda yana bir holat bor, ya'ni har bir bolaning balog'at yoshi har xil. Ta'sir etuvchi omillar natijasida bu yerda bolaning balog'atga yetish yoshi ham o'zgarib qoladi va bu yerda demak biz mana bu 5 santimetrni osongina hisoblab topa olmaymiz. Demak mana shu paytlarda biz qo'rqishimiz kerak, ya'ni kerakli bo'y uzunligi qo'shilmayapti bolaga. Endi ikkinchi jadvalga o'tamiz. Bu yerda keling biroz mana bu holatlarni o'chirib turamizda ikkinchi jadvalga diqqat qaratamiz. Xo'sh, bu yerda nima aks ettirilgan? Demak, bola 2 yoshdan katta va 20 yoshgacha, bu ham albatta o'g'il bola va uning bo'yi va vazniga ko'ra ko'rsatkichlar keltirilgan. Demak, biz bu yerda aytishimiz mumkin, ya'ni bolaning bo'y uzunligiga nimalar ta'sir ko'rsatadi? Yuqorida aytib o'tganlarimiz genetik omillar, ijtimoiy gormonlar miqdori va oziqlanish deb aytib o'tdik. Lekin bundan tashqari yana biz ota-onaning o'rtacha uzunligini ham olishimiz kerak. Mana bu yerda keling yozib olamiz. Ota-onaning o'rtacha uzunligini ham inobatga olishimiz kerak. Xo'sh, bu qanday topiladi? Aytaylik, misol tariqasida keling mana shu yerda bir holatni ko'rib o'tamiz. 179 santimetrlik ota va 176 santimetrlik ona bor. Va ularning o'rtacha uzunligi demak mana bu yerda 177,5 santimetr va biz bu yerda o'zgarmas ko'rsatkichni qo'shish orqali, ya'ni 6 ni qo'shganimizda bu yerda 183,5 santimetr yuzaga keldi va qo'shilgan, ayrilgan taxminan 10 santimetrda demak o'zgarib boradi. Agarda mana shuni belgilab oladigan bo'lsak, ya'ni bu faqat o'g'il bola uchun tegishli bo'lgan ko'rsatkich, chunki mana bu jadval ham o'g'il bola uchun tegishli bo'lgan ko'rsatkich va bu yerda biz belgilab olishimiz kerak, ya'ni darvoqe mana bu yerda demak bola taxminan balog'atga mana shu yoshlarda yetadi. 14-15 yoshlarda demak o'g'il bola balog'atga yetadi. Demak mana shu yerda biz hisoblashimiz mumkin bolaning bo'y uzunligini. Albatta bu 20 yoshga to'g'ri kelyapti. Mana yana eng uzun joy. Demak biz mana bu yerdan santimetrlardan biz hisoblab topishimiz kerak. 183 ga 10 ni qo'shganimizda dastavval 183 ni o'zini aniqlab olaylik. Taxminan u mana shu yerlarga to'g'ri keladi. Va unga 10 ni qo'shadigan bo'lsak, albatta 193 bo'lib ketadi. Demak, u taxminan mana bu joylarga to'g'ri keldi. Agarda 10 ni ayiradigan bo'lsak, 173 taxminan mana bu joylarga to'g'ri keldi. Demak, mana shu tartibda bu bolaning bo'yi
bizga namoyon bo'lishi mumkin. Ya'ni o'rtacha holatda mana bu chiziqqa to'g'ri keladi. 75% ga ko'rib turibsiz, bu yerda 5, 10, 25, 50 namoyon bo'lgan. Bizda mana bu foiz ko'rsatkich bu yerda o'rtacha demak 50 hisoblanadi. Lekin mana shu 50 ga to'g'ri keluvchi bo'y uzunligi mana bu bola uchun albatta bu eng kichik diapazon hisoblanadi. Ya'ni eng bola maksimal kichkina bo'lganida uning ya'ni minimal bo'y uzunligi mana shu o'rtacha uzunlikka to'g'ri kelyapti. Albatta bu g'alati holat. Ya'ni biz qaraydigan bo'lsak bu o'rta chiziq bu aslida normal ko'rsatkich edi, lekin mana bu ota-onaning o'g'il farzandi uchun bu eng minimum ko'rsatkich hisoblanyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, demak mana shu 50 o'rtacha ko'rsatkich u uchun eng minimum ko'rsatkich hisoblanyapti. Albatta bu yerda o'g'il bola uchun demak bu qiz bola uchun esa mana bu yerda 177.5 ga biz yuqorida demak 6 ni qo'shgan edik. Bu yerda esa aksincha 6 ayriladi. Demak 171.5 qoladi va qo'shilgan va 10. Demak mana shu holatda o'zgarib borishi kerak. Bu ya'ni bu qiz bolaga tegishli bo'lgan bo'y uzunligi. Keling mana bu yerda mana bunday belgini qo'yib qo'yamiz. Bu esa o'g'il bolaga tegishli bo'lgan bo'y uzunligi. Ota-onaning mana shu ota-onaning farzandlari mana shu tariqa bo'y uzunligini bizga namoyon qilishi kerak. Albatta mana shu holat biz uchun muhimdir. Yuqoridagi omillardan tashqari demak mana bu ota-onaning o'rtacha bo'y uzunligi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib hisoblanadi. Endi bu yerda qanday muammo yuzaga kelganligiga qarab turib, ya'ni gormonlarning qaysi birida o'zgarish yuzaga kelgan va ular mana shu o'rtacha ko'rsatkichdan juda ham quyilab ketgan bo'lsa, ya'ni pastlab ketgan bo'lsa, demak biz o'sha sababni bartaraf etishimiz kerak. Ya'ni qaysi gormon kamaygan va o'shaning o'rnini bosuvchi, ya'ni o'rinbosar terapiya qilishimiz kerak. Bu degani etiologik davo degani. Etiologik davo bu sababni aniqlaymiz va mana shu sababga qarshi kurashamiz. Gormon demak sababchi bo'libdi. Demak gormon mana shu holatga sababchi ekan va biz albatta gormon terapiya, ya'ni o'rinbosar terapiya orqali bolaning bo'y o'sishiga ta'sir ko'rsatishimiz mumkin.